Assalomu alaykum. Foydali fermer obunachilari. Mana xudo xolasa bizning fermamizda cho'jalarimizni enasi yetim tashlabdi, yangiliklardan. Sizlarga yangiliklardan cho'jalarimizni enasi yetim tashlabdi. Mana fermamizda jonivorlarga o'zi tarvuz olib kelib beryapmiz. Bular birinchi marta yeyishi tarvuz. Lekin yeyishyapti. Kung fu pandani ham qo'shib qo'ydim shularga. Bular enasi ketdi. Yetim tashladi. Kung fu panda. Ajdarxo'janisini qo'shib qo'ydim yoqqa. Endi bularga kategoriya xudo xolasa alohida qilib sortlarini ajratib qo'yamiz. Fenikslar, Sibraytlar alohida qilib qo'yamiz.